boshqa hech qachon sotib olmaydigan kosmetikalarim vizajist versiyasida. 5-inchisi hamma qizlarda bo'lgan. Tak, birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu Shiglama konturingi. Juda ham yaxshi konturing, lekin rangini ko'rishingiz mumkin. Bilmayman, bu konturingni ishlatish uchun qay darajada qora bo'lishim kerak. Даже hech qaysi klientimga ham to'g'ri kelmagan. Bu produktni, именно bu rangini men qaytib sotib olmayman. Make-upni raspchitay pudrasi menga bu pudrani juda ham maqtashgandi. Super matoviy qilib beradi. Именно жирный комбинированный ko'jalarga yuzni zo'r qilib beradi deb ishlatdim. Rostdan ham nerealniy zo'r, lekin bitta no tarafi bor. Bu svet отражать qiladi. Ya'ni video rasmida ko'rgan bo'lsanglar, qizlarning yuzida именно pudra surilgan joy oq bo'lib qoladi. Spishkada svet отражаться qilib, bu prям pudra qilingan joy bilinib turadi. Eng zo'r matoviy pudra ham deya olaman, qaytib hech qachon olmayman ham deya olaman. Keyingi produktim Pussy, именно bu fiksator emas, qizlar. Menga qora fiksator yoqmadi. Qora fiksatorni hech qachon qaytib sotib olmayman. Menda o'sha qorasi yo'q ekan. O'shaning uchun tushunishlik uchun Pussy именно eng zo'r versiya mana shu rozoviy. Sizlarda-chi, sizda ham shunaqa produkt bormi? Qaytib hech qachon sotib olmagan bo'lardinglar. Buni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi video top 5 da men qayta sotib oladigan produktlarim haqida bo'ladi.